Assalomu alaykum azizlar. Atacentdan o'rganmoqchi bo'lganlar uchun kichkina darslik qo'llanma. Atacentdan devorga surkab, andavarning yuzishmashini o'ynatadilar. 8 usulda qo'l 8 usulda o'ynatiladi. Shunda mana shu faktorlar kelib chiqadi. Xohlasangiz kamroq yursangiz, guli dag'alroq chiqadi. Ko'proq yursa ham mayda chiroyli gul chiqadi. Kimga qaraysiz? Kimga dag'alroq, kattaroq gul bo'lsa, kimga mayda gul bo'lsa. Biz shunaqa mayda gul yaxshi chiqadi. Unaqa qilib topib oldim birinchi, topib turib. O'ynatib ko'rsatdimmi? Shuni o'ynatib topib olgandan keyin o'ynatib sog' bo'linglar, ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yinglar.